Narutoning o'zini musiqasini qo'ya olmadik, chunki mualliflik huquqi da'vosi tufayli. Shuning uchun uzr so'raymiz. Tugadi. Yer usubi baryer. Lord B. Ninja dunyosida qoidalarni buzganlar axlatdir. Ammo do'stlarini tashlab ketganlar axlatdan ham yomonroqdir. U g'oyib bo'ldimi? Men kechikdimmi? Yo'q. O'z vaqtida, dada. Kim? Kim u? Nima u? Bu hujummi? Nima bo'lyapti? Osonlik bilan chiqib ketganimizdan baxtiyormiz. Uning reanimatsiya ko'zlari bor. Kam oling, men ittifoqchiman. Narutoni davolaganingiz uchun rahmat. Naruto yaxshi ko'rganingmi? O'ylaymanki, siz buni aytishingiz mumkin. Jim tur. U menga biroz Kushinani eslatadi. Iltimos, o'g'limga xotirjam bo'ling. 9 rejimida bo'lganimda uning chehrasini sezdim. Qolganlar tez orada kelishlari kerak. Nimadir kelyapti. Minato, siz doimgidek tezsiz. Lord 3-Hokage va yana mana shu. Siz teleportatsiya qilishda mendan yaxshiroqsiz. Va hatto Lord 4-Minato. Demak, sizlar hujumni to'xtatdingizlar, Hokagelar. Orochimaru bizni chaqirdi. Men nima bo'layotganini bilmayman. Hali ko'proq yordam kelyapti. Lekin ular biroz ko'proq vaqt talab qilmoqda. Men seni kutgandim, Hashirama. Sen bilan keyinroq gaplashaman. Animelar.uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi chiqadigan video buning ikkinchi qismi bo'ladi.